Biroq to'xtashingizni talab qilaman. 10 daqiqa, balki 15 daqiqadir. Bu video juda uzoq va siz yaxshilab o'tirib olib, buni eshitishingizni men sizdan juda qattiq iltimos qilgan bo'lardim. Bu hayotingizni o'zgartirish uchun, balki hozirdan boshlash uchun yo'l hisoblayman va meni fikrlarimni o'zingizniki bilan bo'lishing va solishtirib ko'ring va to'g'ri yo'lni tanlashingizga ishonaman. Assalomu alaykum. Bugun kunning eng qiziq va ajoyib mavzularidan biriga to'xtalib o'tishimizga to'g'ri keladi. Chunki hozirgi zamonning eng katta talabi o'sish va rivojlanish. Bizning jamiyatimizda bizdan kutib turgan eng katta maqsadlari va bizga uchun tayyorlab qo'ygan rejalari bor. Yoshlar o'sish va rivojlanish uchun nimalar qilish kerak bo'yicha rejalar tuzib, universitetlar bo'yicha hamma ma'lumotnomalar tarqatib, ustozlar bundan xabardor. Lekin biz xabardor emasmiz. Negaki, universitetlarda faqatgina maktablarda ham kamera va telefon yozuvlari uchun qog'ozlar, hujjatlar va suratlar uchungina tayyorlov darslari, komissiya kelsa qoch-qoch. Yo'q, bizni hayotdan oladigan asosiy maqsadimiz bu jamiyatni rivojlantirish deb o'ylaysiz? Bu ham emas. Bu bir qismi xolos. Biz asosiy maqsadimiz bu dunyoda o'zimiz yaxshi yashashimiz xolos. Insonning manfaatlari har doim hammanikini ustun turgan. Buni hech qachon yashirib bo'lmaydi. Lekin bir tomondan qarasak, jamiyat yoshlardan rivojlanish va o'sish uchun hamma narsasini berishni xohlaydi. Lekin jamiyat bizga buning uchun imkon bermayapti. Qog'ozlarda, hujjatlarda, hamma narsada bizdan so'rashaveradi. Sizlar nimaga o'smaysizlar? Sizlarga imkon bor-ku, sizlarda sharoit bor. Yo'q. Sizlar bizdan buni talab qilish uchun bizga vaqt va imkoniyat berishinglar kerak. Biz o'sish va rivojlanish uchun kamida 30 yo 20 yilimizni o'qish uchun sarflashimiz kerak. Sizlar buni xohlamaysizlar. Biz ham xohlamaymiz. Tabiiyki, kimlarning bolasi ko'chada bizni tengi bola mashina minib yursa, biz ham uni olgimiz va u kabi mingimiz, chiroyli telefonlar, chiroyli hayot yashagimiz keladi va pul topishda oson yo'lni qidira boshlaymiz. Yoshlik, beboshlik, buni to'g'ri tushunishinglar kerak. Qimor o'ynab o'zini osib qo'ygan bola, o'zini o'zi joniga qasd qilib turgan bolalar kam emas. Ularning ham asosiy maqsadi hayotda nimagadir erishish bo'lgan. Va buni tez va asosiysi juda ko'p bor qilishni xohlashgan xolos. Ulardan kutib turgan va ularda intilib turgan narsa, yagona narsa bu yaxshi hayot bo'lgan. Bizga yaxshi hayotni qanday qilib bera olasizlar? Shunchaki bizni 30 yoshgacha yo 25 yoshimizda nimagadir erishib, ishli, joyli bo'lishimizni talab qilmasliklaring kerak. 35 qo'yingki 50 yoshgacha bizga o'qish va o'rganish uchun o'z sohamizni tagiga chuqur yetib borish uchun vaqt va imkon berishinglar kerak. Bu video murojaat bittagina kattalarga yoki amaldorlar shaxslarga emas, balki o'zim tengqur bo'lgan, o'z darajamdagi bilim olishga undalayotgan bolalarga. Sizlar hozirgi paytlaringda to'g'ri pullaring yo'q va bolalar qilyap turgan ba'zi restoranlarda qizinglar bilan o'tirolmay turgan narsalar va buni asosiy sababi ham bizda moliyaviy darajada yetarli mablag' yo'qligi. Bu mablag'ni topish uchun biz ishlashimiz kerak. Albatta ishlash vaqti ham keladi. Alloh bergan rizq doim o'z vaqtida va o'z joyida keladi va biz uni manfaatli yo'lda sarf qilishimiz shart. Biz xohlaydigan yagona narsa bu ko'proq pul topish bo'lmasligi kerak. Biz jamiyat rivoji uchun hissa qo'shmasak, kelajakdagi avlod ham shunaqa bir buzuq va fahshga botib ketgan kontentlar orasida katta bo'lib, ozgina pul uchun minimal hayotda yashab qolaveradi. Qimor va bir nimalarni reklama qilib, kripto bilan shug'ullanib, jamiki qo'yingki bu sohada o'zlarini mutaxassislab va halol yo'l bilan ishlab turganlar bor, lekin haromni aralashtirib, sizlar orqali daromad topib, yana sizlarga yo'l ko'rsataman deb sizlarni aldab undayotgan insonlar ham yetarligina. Bularni sizlar tushunishinglar va ularga chek qo'yishinglar kerak. Bo'lmasa, o'z farzandinglar ham o'zingizlarni boshingizga tushgan kulfat bilan yana tushaveradi. Biz ichki yalpi mahsulot bo'yicha 0.07 milliard ko'rsatkich bilan juda past o'rinlarda turibmiz. Buni asosiy sababi bizdagi o'z hamma ishini ustasi emasligi. Qo'yingki biz og'ir ishlar va og'ir mehnatlar orasida boshqa yurtlarga chiqib, ular bilan ishlab o'sha yerlarda juda qattiq mehnat qilyapmiz va oyligimiz u darajada bu mehnat uchun arzigulik emas. Va biz buni tushunib turib yana qilishda davom etyapmiz. Bu oxirgi chora sifatida bizga
miyaga o'rnashib qo'ygan. O'qishga kira olmadingmi? Rossiyaga ketishing kerak. Biron nimaga erishmadingmi? Rossiyaga ket, Koreyaga ket, Germaniyaga ket. Yo'q. Sizlar O'zbekistonda qolib, O'zbekistonni rivojlantirish uchun harakat qiladigan yoshlar ham kerak. O'zbekiston axir chetga chiqib o'qib keldi degani bu juda kuchli va aqlli bo'lib keldi degani emas. O'zbekistonda o'qib turib ham shunday darajaga yetishi mumkin. Faqatgina ota-onalar va amaldorlardan iltimos qilamizki, 25 va 30 yoshgacha boladan nimadir kutmang, undan nimadir so'rab olishga harakat qilmang. Bola o'zi rivojlanib va yetuk darajaga yetguncha unga imkoniyat berishimiz kerak va unga sharoit berishimiz kerak. Bu degani u bolani juda qo'yib yuborish, u bolani tekshirmaslik emas, u bolani doim tekshirib boring va u boladan hech nima kutmang. U bola o'zi 25-30 ga kirib turib o'z ustuvor yo'nalishida juda yetuk olim yoki kimdir bo'lib chiqish, professor bo'lib chiqqandan keyin ular sizga siz o'ylagandan ko'ra ko'proq narsa bera oladi. Men sizlarga ayta olamanki, bu g'oyani ilgari surishning yagona maqsadim meni qanday qilib aytsam tushunarliroq bo'ladi. Oilamda sal yetishmovchilik bo'lgani uchun men 15-16 yoshimdan ishlashga majbur bo'lganman va hozir ham o'qishdan tashqari ishlashga majburman. Chunki meni ta'minlab turadigan odamlarim ko'p emas va ta'minot zaxiramiz ham juda ko'p emas. Men shuning uchun ayta olamanki, iltimos, ta'minot zaxirasi yetarli odamlar, sizlar hozirgi kunda o'g'lingizga ishlatib mashina minishingiz mumkin, uylaringizni yangilashingiz mumkin, uni uylantirib qo'yishingiz mumkin, yana minimal hayotga tiqib qo'yishingiz mumkin. Lekin bundan kelib chiqadiki, bundan buyog'iga hech nima o'zgarmaydi. Shu hayotda yana ketaveradi. Bu zanjir usul bo'lib ketgan. Buni biz jamiyatda bitta qilib tugatish uchun harakat qilyapmiz. Bu yurishimiz, turishimiz va bu harakatlarimizni chippakka chiqarib turgan yagona narsa sizlar ularni so'kib, qo'shnining o'g'lini qara, uni jiyanini qara, yo'q, unaqa gaplar o'zbek millatining va diniga to'g'ri kelmaydi. Hech qachon birovning bolasi bilan birovning bolasini solishtirish yaxshi emas. O'zingiz bolangizga mehr va muruvvatli bo'ling. Unga jahldor ko'rinish shart emas. Uni ko'rib turgan fahsh va bema'ni kontentlar, bema'ni do'stlar orasidan yiroqlashtirishga harakat qiling. Uni o'zi bilan ko'proq gaplashing va u qaysi kasbga qiziqishiga qarab uni yo'nalishini o'zingiz tanlashga yordam bering. Siz hech qachon u bolaga kim bo'lasan? Men uchuvchilikka qiziqaman. Bo'lmaydi. 10 yil o'qiysanmi? 10 yilda kim bo'lib chiqasan? 10 yildan keyin agar o'qish olmadi. Yo'q, unaqa emas. Iltimos, ularni qiziqishiga va yo'nalishiga yo'naltirishga sizlar eng katta mas'ul shaxs sifatida u bola uchun harakat qilishinglar va kurashinglar kerak. Uni kiyim-kechagini but qilib, oziq-ovqatni yetarli qilib qo'yganinglar bu sizlarning u bola bilan to'liq shug'ullanganliklaringning belgisi emas. Sizlar uni birinchi navbatda tarbiyali va jamiyatga axloqli o'g'il va qiz sifatida yetishtirib bera olishlari kerak. Bo'lmasa bu harakatlar va qilinib turgan hamma ishlaring umuman bekor. 20 yil, 30 yil uni shunaqa yashab, sizlar ishdan qolasizlar va u sizlarda o'rnatilgan minimal hayot uchun ishga kiradi. Yo'q, bunaqa hayot hech kimga kerak emas. Va kerak emas hayotda har doim yashab charchamadinglarmi? O'zingizlarga savol berish vaqti kelmadimi? Nimaga men bu hayotda bunaqa yashayapman va nimaga men yomon yo'l bilan yurishim kerak? Bu birovning haqqini yeb boyib ketish meni miyamda juda tepa darajada turishi kerak. Yo'q, birovning haqqi bitta ham dona sizga hozircha mana biror haqqini yedingizda va quvonyapsiz. O'sha haq sizga yuqmaydi. Birinchi navbatda bu dunyoda azobini ko'rasiz, narigidan javobini ham berasiz. Shuni bilib turib birovlar haqqiga tashnalik o'zbek xalqida kuchayib ketyapti. Bilib turgan bo'lsangiz, o'zini gapini ustun qo'yib yuborish, birorta gapda chiqib turib birorta ishingizdan uyalish yo'q. Siz qilyap turgan ishingizdan va qilyap turgan kontentingizdan uyalmasligingiz kerak. Siz bu jamiyatga kerakli kontent chiqara oladigan yoshdamisiz? Aqlingiz yetadimi? Chiqaring, qo'ying. Odamlar 100 ta, 150 ta, 100 ta odam kam odam emas, 100 ta odam. Tasavvur qilib ko'ring, atrofingizda 100 ta odam siz gapingizni eshitmoqda. Bu juda yaxshi natija. 100 ta odamga shu kontentingizni yarmi hech bo'lmasa gapirayotgan gaplaringiz to'g'ri kelsa, bu sizning yutug'ingiz demakdir. Men shuni aytmoqchimanki, shu paytgacha yashab va ko'rganlarim orasida eng menga dars bo'lib kelyapti turgani, o'g'lingizdan hech nimani, qizingizdan hech nimani talab qilmang. Umuman ularga faqat e'tibor va ularni tekshirish, qat'iy nazorat qiling, ular bilan suhbat olib boring, ular bilan dars jarayonlarini kuzatib boring, hammasini tekshiring va ularga qo'yib bering. O'z sohasini yorib chiqishiga qo'yib bering. O'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish uchun ularga yo'l ochib bering. Bu sizning eng katta vazifangiz. Va o'zim tengqur bolalarga ham maslahat beraman. Iltimos, bema'ni fahsh kontentlar ko'rgandan ko'ra
umuman qiziqmas komediya va Vine sohasini yana bir ishtirokchi bo'lishingizdan ko'ra jamiyatga foydaliroq va ongliroq inson sifatida yetishib chiqishingizni men sizdan so'rab qolaman. Chunki hozirgi jamiyatimiz juda ham tubda cho'kib ketyapti. Bu tashqaridan bilinmasligi mumkin, lekin ongsiz ravishda ichkarida juda ko'plab mahluqotlarga o'xshash insonlar yuribdi va yashayapti va bu qismni bir a'zosi sifatida siz ham yashayapsiz. Bundan o'zgarish va burilish vaqti keldi. O'zingizni kiring, Instagramingiz shunchalik xushsiz bo'lgandan keyin ularni kirib turib atpiska qiling. Kimlar sizni ongingizni chirishini belgilab berib turgan odamlarda o'zingizdan atpiska qiling. Va siz uchun foydali kontent bera oladigan ustozlar fikrini tinglang va ularning fikrlashi va dunyoqarashiga yaqin yuring, kitoblar o'qing, chiroyli hayotni chiroyli yashab o'ting. Bu kulib, yashab, quvnab o'tib ketsangiz, qarang qancha narsa buzilib ketyapti, ekologiya, havo. Bularga kim javobgar? Hech kim javobgar emas. Kelajak avlodingiz o'zingizni yaqin va shirin hayotingizda kelib turgan ekologiya, buzuq hayot, buzuq havo va buzuq ekologiya bilan yashash o'ziga yoqadimi? Yo'q, hech kimga yoqmaydi. Nega? Chunki bu ekologiyaning sababchisi kim? O'zimiz tan olmaymiz. Salafanlar, musor yashiklari yo'q. Talab qiling shuni. Hokimiyatga borib musor yashiklamaydi, yo'q. Da qo'yinglar. Musor yashiklarini tahlillar. Kim kafolat beradi bunga? Kim javobgar? Kim mas'ul shaxs? Qo'ysin. Ko'chalarimiz chang va ko'chalarimizga musorlar tashishda davom etyapmiz. Anhorlar va suv kanallaridagi musorlar to'kishda cheksiz davom etyapmiz. Axloqli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Axir bu dunyoda bunaqa yashab o'tib ketganingizdan keyin orqangizdan iz qolish shart emasdir balki. Lekin hech bo'lmasa yomon iz qolmasin. Yaxshi iz qolmagandan keyin yomoningiz ham qolmasligi kerak. Yaxshi ishlaringiz bilan tanilmadingizmi, yomon ishlaringiz bilan ham tanilmang. Chunki qilyap turgan yomonligingiz o'zingizga, o'z farzandlaringizga uradi. Hech qachon bir buyuk shaxslarni ko'ring, tarixini va ular qilyap turgan har bir ishini o'ylab va fikrlab qilgan. Vot sizdan ketib turgan pul uchun va nima uchundir vaqt uchun achinmang. Vaqt uchun emas, pul va mablag' uchun achinmang. Lekin sizdan ketib turgan yomon ishlar, vaqtingiz va yelkangizda turgan mas'uliyatni yechib olib turib tashlab ko'ryap turgan fas kontentlaringiz uchun achining. Bu vaqt g'animat deb bekorga aytishmang axir. Bu vaqt davomida nima ishlar qilish mumkin deysiz, nimalar qildingiz? O'zingiz tarixingizni ko'rib, o'zingiz uchun fikrlab yangi dunyo ochishga harakat qilishingiz kerak. Vaqti shu bugun, shu hozir o'sha vaqt kelgan. Musulmonman desangiz o'zingiz uchun turib namozni o'qing, ishlaringizdan chalg'ing. Bo'ldi, yetar shuncha yashab qilinmagan ishlar uchun, yomon ishlar uchun men javobgarmanmi deb aybni o'zingizni yelkangizdan olish yetar. Bo'ldi, balki bu hozir ertaga qiyomat kelib turib hamma narsa yo'q bo'lib ketar, lekin biz bilmaymiz-ku, faqat Alloh biladi. O'shaning uchun yaxshi yo'l va yaxshi farzand uchun, yaxshi jamiyat uchun harakat qilish vaqti hozir deb o'ylayman. Bugun yo ertaga, bugun qilmasak ertaga kech bo'ladi. Ertaga yana ertaga deymiz. Undan keyin yana ertaga deymiz va hozir ayni turishni vaqti hisoblayman. Rahmat.